Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurrahim. 1. bölüm. 14. qism. Yultuz öz apsının özüge təhdid sağınını görüp, közlərə işənməylə qaldı. O Nurxanğa gap qılmaqçı boldu-yu, biroq onun özüge tikilib qarab, qaşlarını etişləri Yultuzni qo'rqitib qo'ydi. O Nurxanning diginidek qilmasa, özünün bu həşəmətə tolğan turmuşunun tezla ayaqlaşıdığanlığını tunub yetdi. Və onu qandaq qilib, qaysı bahane bilan özünün yeniga elib ketishini tegiga yetmay, xeyli uzoqcha o'ylanib, oxiri bir amal topdi. Və Nurxanğa bugun kechda elib ketgili keladiganligiga va'da berib, ketish uchun mangay devidi. Nurxan onu to'xtatib, ketishga aldırmay tur. Yana bir talabim bor. Meni ip ketgili o'zing emas, balki sho'piringni avatishing kerak. Bu qo'tir eski mahalladagi qeri daqqallarning oldida izzat hurmatim bilan ketaman. Undaq dardan, yardan qaçqan o'g'irdak ketkim yo'q. Amsi va'dangda tur. Navada bir hiyilnayran o'yintaman deydigan sen, meni uyingning oldida ipar bilan birga ko'rsan. Yultuz Nurxanға qarab, cho'nqur nafas eliyotgandan keyin oldi kayniga qarabmi qo'ymay, peshini qayqibli ketib qoldi. Nima degan bir-biridan o'ta zaharxanda ona bola bo'la. Nadimi bundaq pes odam bo'ladi? Ona bo'g'ichi ya anaga o'xshimisa, farzand bo'g'ichi ya farzandga o'xshimisa. Jahonning ishlariga rostila bir nima demak taskanjumi. Nurxan shu topda xushalliqida gul qaqalari echilib, g'inshig'ach narsa keraklarini yig'ishtirishga boshladi. Yultuz yo'lda ketayotguncha opsini necha ming rat tillab, og'zi birmi besiqmadi. Yultuz Jappar bilan uydan ketgandan keyin Nafisa kelgan edi. U ishini chekkanda uy xizmatkori chiqib, Nafisaning usti beshiga qarab, unodan kimni izlaydiganligini so'radi. Nafisa, "Men Yultuzning do'sti. U meni taklif qilgan" deb xizmatkorga Yultuzni chaqirib qo'yishni aytdi. Uy xizmatkori Yultuzning yo'qligini aytayotgan shu daqiqada Nazila sirtqa chiqish uchun manqon bo'lib, eshik oldidagi g'erib qizni ko'rib, uy xizmatkoridan kim ekanligini so'rab, ahvolni bilgandan keyin, "Bu ya kim xohlaganda kelib, xohlaganda ketadigan o'tang emas. Yultuzning bu uyga xohlagancha odam taklif qilishiga hech kim ruxsat qilmadi. Qani sen paxmun başını taklif qilgan söyümlük do'sting? Uchu, yiroq sahrodan kelgan tog'isi bilan o'zining yurtiga ketdi. Ko'rdigan kunimiz tek oldimizda o'xshamamdi. Mushundaq bo'laversa, bu uy hayvonotlar dunyosiga aylanib qolgudakchimi? Bizda qarab turmay, qaysi po'qliqdan kelgan bo'lsang, shu yerga ket. Sendek nijosatlarni bu yerda endi ikkinchi ko'zim ko'rib qolmasin. Nimaga qaraysan, nimaga? Odam ko'rib baxmaganmi? Bu yana nima ko'rib qoldik-na? Har kuni yangi tilanchi so'rab, ota-onasining tayini yo'q to'ng'iz bilan eshakdan to'ralgan qora yetim bir nimlarning oyog'i uzilmadi desa, tozimi bir. Og'zilariga beqib gap qislar bo'lamdi. Meni undaq haqoratlaydiganga o'zlari kimdilar, ha? Men sizlarning bundaq yeringlarga kelishga xushtar emas. Do'stim chaqirmagan bo'lsa, men bu yerga kelmaydim. Qizni xuddinkina bu. Tfay, bundaq qo'yinglarga. Nafisa shulani deb yig'lab qana yugurib ketib qoldi. Nazila mashinasini haydab ichida g'udurganicha umi o'z yo'liga mangdi. Boya yuz bergan ahvollarning hammini Nazilaning eri Ilshot orqada ko'rib turgan bo'lib, ichida "Hey Isit bechora qiz" deb uftartib qo'yib, uyga kirib chapinini kiyib olib, umi mashinasini haydab kallasini aram aldirish uchun mangdi. Ilshot dachining yanidagi do'nglikdan mashinasini asta haydab tushib, yo'l bo'yida bir qizni, ya'ni Nafisaning yig'lamsirab mashina saqlayotganligini ko'rdi va mashinani Nafisaning oldiga kelib to'xtatib, "Mashinaga chiqing. Bu yerda mashina to'smoqdas. Men sizni boradigan yeringizga olib qo'yay" deb Nafisani mashinaga chiqishga ko'z ishorasi qildi. Nafisa Ilshotni boya uyning ichida ko'rganligi uchun boshda yo'q bo'ldi deb rad qildi. Keyin Ilshotning eski odam emasligini bilib, amalsiz mashinaga chiqdi va uning rahmatini bildirdi. Ilshot Nafisani mushu shaharningovat yeriga joylashgan bir g'aribcha tomoqxonaga akirib, uni mehmon qildi.
va qizg'in muңdashdi. O'zlarining ismlarini bir-biriga aytishib, tanishma qolgan bo'ldi. Elshad Nafisaga ko'ngli yerim bo'lgan. Dardini to'kishga odam topolmasa, o'zini izdishini aytib, telefon nomerini yozib berdi va o'zining Nafisaning yeshida bir qizi borligini, shunga xato tushunib, o'zini qochirmasimi bo'ladiganligini deb, Nafisani uyiga olib qo'yish uchun mandi. Nafisa bilan Elshadning mahallaga qarab mangan vaqti, dal Yulduzning Nurxonning uyidan ketgan vaqti edi. Shunda qilib, bu ikkisi dardlarini to'kishib, bu g'aribona eski mahallaga keldi. Nafisaning mashinadan tushib turishiga Nurxonmo mahallada o'zini sazoyi qilib mangan bo'lib, Nafisaning isil mashinadan tushganligini ko'rib, "Voy bu bala xo'rg'i nima bo'ldi endi? Qandoq bo'lib isil mashinada o'ltirdi?" deb o'ylab, mashinadagi odamning kim ekanligini ko'rib beqish uchun mashinaga yaqinlab keldi. Elshad mashinadan tushib, orqa kuzovkidan bir qop shokoladni elib, Nafisaga tanishish sovg'asi qilib sundi. Nurxonning ko'zlari Elshadni ko'rish bilan tang yo'g'inab, boqining ko'zidek bo'lib ketgan edi. Chunki Yulduz Nurxonga Mavludning oilasidagilarning suratini ko'rsatib tanishtirib qo'ygan edi. Shundaqla Nazila bilan Elshadning munosabatining intayin yirik ekanligini debbagan bo'g'ashqa, u Nafisa bilan Elshadning xufiyani munosabati bor ekan deb jazmlashtirdi. Va xabar degan ma'no deb tog'ardak kelansiz sag'irsini qozoq qo'yning qo'ng'idak tasqab uyga kirdi-da, darhol Yulduzga telefon qildi. "Hey Yulduz, sana xalqarалық partlash xarakterdagi xabardan birini aytib beray-a. Yilqi Pashakning nasbasqur ovoqchi yani Nafisa bag'u, u yilqi sening seriqchayan o'xshaydigan hammang bag'u. Tvi, nima hammang deb ketdim. Mushu og'zimga birini sassam. Ashu razgining eri bilan tepishib qapti. Texi bayila uning qop-qora gugut qipiga o'xshaydigan mashinasidan tushdi. Yani texi u uningga bir qopda sovg'at berganda qildi. Qarsam oltindakmi turamdi nima? U ishlardan sening xabaring bormi?" Nima dedi? Nafisa bilan Elshadning ishi bormikan? Xato ko'rib qolmagansan a? Voy, bu ahvoq qandoq bo'lib? Xo'sh, telefonni qo'yib etdim. Uni o'zidan so'rab boqaychi, bu zodi qandoq ish? Voy, asta. Kayfiyatim ajab ko'tarilib qoldi desa. Yulduz telefonni qo'yib etib, orqadala Nafisaga telefon qildi. Nafisa uninggacha Elshad bilan xo'shlashib, uyga kirib bo'lgan bo'lib, Yulduzning o'zini chaqirib qo'yib, boshqa yerga ketganidan xafa bo'lib, uning telefonini olmadi. Yulduz Nafisani o'zining telefonini qabul qilmaganidan rostla shundoq ish borkan deb jazmlashtirgan edi. Va Naziladan dardini chiqarish uchun yana bir ko'zirning qo'lga tushganidan olamcha so'yinib ketdi. Shunda qilib kashmi kirdi. Bu arada Sardarma qo'yib berilib, uyga kelib bo'lgan edi. Ipar Nurxonning dadan qaytib keldi degan telefonini topshirib elib, "Jenim dada" deganicha xizmatini joyiga tashlab, uyga qarab atlandi. Ipar kelib bo'lguncha Nurxon Sardarga Iparning o'rnida Yulduzni Mavludning uyiga ketganligini, u oilaningmi Yulduzning qizimiz deb orig'i ep bo'lganligini, agar ishning haqiqiy ahvolini Mavludga yoki Iparga aytaman desa, Yulduzning boshqalarning hayotiga ko'z bo'yab kirib olganligi uchun turmaga kirib ketadiganligini deb Sardarning og'zini yumdirib bo'lgan edi. Sardar bir turib Iparga ishi og'irsa, yana bir turib o'zi amroq qizining yanada qolganligidan yana so'yindi. Iparmi keldi. U eshikdan kiribla dada deb Sardarning bo'yniga esilib yig'lab tashladi va qandoq bo'lib oqlanib chiqqanligini deganda, Nurxon Yulduz pul xarjlab advokat taklif qilib, arizni qaytarib olib dadani qutqizib chiqdi deb, Yulduzni oq qanotliq farizat qila o'xshitib etgan edi. Ipar Yulduzning dadasi uchun qilg'inidan xush bo'lib, Yulduz bilan endi hargiz urushmayman. U dadamni menga qaytarib berdi. U mendan nima talab qilsa, shuni beraman deb va'dalarni berib, sakrab taqlab ketdi. Ipar uy ichida tag'arlarning qator tizilib ketganligini ko'rib, "Ana, bu chiplar bu yerda turdi-ku. Yana uy ichimi quruqdanib qapti. Uy ko'chamdiq yoki boshqa yurtga ketamdiq?"
Ne ketidi? Nega? Og'ziga ta'tir tastak bilan birni salsam shu. Boshqa yurtga ketmaymiz. Uy ko'chib bu g'erib kapidan qutulamiz. Mening Yulduz Malikam bizning bu mahallada jafo tatqinimizga chidamay, bizni o'zining hashamatli xon ordisiga ko'chirib ib ketmoqchi. Yilg'icha bizni ib ketgan odam avatamdikin. Senmi bu yerda chiroyingning vaqtining potlisida qilib qarab turmay, hujranga kirib, narsa keraklaringni yig'ishtir. Bo'la. Nurxon ihbarni hujursiga ittirib kirgizib etib, o'zlarini bu yerdan ib ketgili keladigan mashinani saqlab turdi. Oradan yarim soat o'tganda eshik oldiga 7 kishilik qop-qora mashinadan biri kelib to'xtadi. Mashinaning ovozini anglagan Nurxon derazadan qarab, "Voy keldi, mana keldi" degunicha eshikni ochib, shofirga uydagi narsalarni mashinaga besishni aytdi. Shofir yigit Nurxonning buyrug'i bo'yicha uy ichidagi tag'arga qochilangan narsa keraklarni chiqib, mashinaga bosdi. Mahalladagi qulum qo'shnilar hech kim ko'zga ilmaydigan, hamma eng o'sh ko'radigan Nurxon degan xotinning rostilla esil mashinada dachiga ko'chib mang'iniga qarab, havas qilishib qarab turishadi. Uninggacha Pashaxon bilan Nafisamu mahalladagi varang-churangni anglab chiqqan bo'lib, Pashaxon Nurxonga xushamad qilib oldiga keldi. Voy, canım qo'shnim Nurak, oxir arzunga yetibsan-da. Men texsini mundaqli so'zlab qo'yatdi deb o'ylab ekanman. Qaraganda bu Yulduzxonning vijdoni bor ekan, ha? Ho'jan, amdi qandoq qilay? Men qachon yolg'on gap qilgan? Men Nurnisaxon biror ishni qilaman dedim-mi, qilmay qo'ymayman. Meni buningdan keyin Nurxon deb chaqirmay, bütün ismimni chiroyli qilib Nurnisaxon Og'chixonim daslar amsa. Mana, meni pattirmagan bu eski qo'tir abjaq mahalla sizlardek paslarga o'ng chiqaldi. Men buningdan keyin bu yerga hiylig'u oldimnikan, keynimni nima qilsammayman. Xo'sh, Sadxotullah. Men ketdim amsa. Mendek boy qo'shnoqlarni eslab turasizlar. Lekin men sizlarni eslabmi qo'ymayman. Sardar, mashinaga chiqing. Nurxon mahalladagilarning oldida ko'ranglab, bo'ynini etib qo'yib mashinaga chiqdi. Sardar bilan Ihbarmo Nurxonning orqasida mashinaga chiqib o'tirishdi. Mashina qo'zg'alib ketib qolgandan keyin Pashaxon Nurxonning orqasidan yerga tukirib, "Bormayma degan tugmanga 7 qitim beribdi" degan gap bor Nurxon. Sening mush mahallaga polinib, mendan kechirim so'rmaganingni men bir ko'ray. Bu sesiq yer papsi, yundu chiray qiyri. Ajab bizni Sadxotullah dedi desa, ular sataza. Pi! Pashaxon yerga tukira uyga kirib ketdi. Shunda qilib Nurxonning orzusi bo'yicha ular Mavludning dachisining oldig'imi keldi. Ular mashinadan tushib, oldida egiz, hayvat silingan bu hashamatlik dachiga qarab, Nurxonning og'zi "Vah" deb kamardek echilib qolgan edi. Yulduz uydagilarning kaginini, shundaqla dadasining kaginini ko'rib, "Dada" deb to'lig'inicha yugurib, tövenki qavatga tushib, eshikni ochdi. Yulduz dadasining bo'yniga esildi. Dada qiz ikkisi yig'lashib ko'rishdi. Eshik oldidagi varang-churangni anglaganlarning hammasi nemish bo'ldi deb eshik oldiga chiqishdi. Nurxon Nazilani ko'rib, uningga o'zining hayvasini ko'rsatib qo'yish uchun qo'lida ko'tirib olgan terilari tushib, rengi o'ngib ketgan sumkasini ching quchoqlab, Nazilani dog' qilib so'qib o'tib, uy ichiga kirdi va osma chiroqlarga qarab, peshonasiga paqildatib urib qo'yib Nazilaga: "Yataqdishim, biz qaysi hujrada turamiz? Xapamay bir ko'z tutamsiz. Mashinada kep bo'g'icha yerib, hech bir madarim qolmadi. Putimni uzun so'zib bir yataychu." "Yataqdishim? Kimangni yataqdishim deyapsan ey ko'kami xotin? Seni kim bu uyda turdi deydi? Seni bu yerga kelishga kim taklif qildi? Ishq oldiga tizib qo'ygan axlatlaringni elib kelgan yeringga yo'q qilish. Ish bor. Siz xeli gap tushunsiz. Sizga qattiq quruq gap qilib ko'nglingizga azor bergim yo'q. Apingiz dadingizni elib uyinglarga asli ketinglar. Boshqalarning uyiga kudu ko'panglarni elib kelib, mush yerda turman deyishdan uyalmadinglarmi?
Bu uy rastilla hayvanotlar shahriga o'xshadi jumu. Yulduz Nazilaning so'zlarini anglab, atrofda qarab turganlardan xijil bo'lib, yerning tagiga kirib ketgili tasli qolgan edi. U apisiga bo'ldi bu yerdan ketayli deb turishiga Mavlud apandi kutubxonasidan chiqib, ularni bu yerga kelishga o'zining qo'shilganligini aytdi. Mavludning gaplarini anglab, Nazila bilan Izzatxonning ko'zlari ishidan chiqib ketay deb qolgan bo'lib, Izzatxon Mavludga gap qilay deb turishiga Nurxon chiroyini peyi tatishib qolgan odamdek qilib g'iljingshig'inicha. Men demedim-mi? Mavlud apandi mana mushundoq kang qo'saq esil odam deb. Bizni hashamatlik dachingizga taklif qilib, oilangizning bir a'zosi qilganingiz uchun ko'p rahmat. Buningdan keyin bir ustalda tamoq yeb, bir uyning eshigidan kirib chiqadigan bo'lgandan ma'u ochsinglarim bilan yaxshi ap o'tib qolsak, bekli yaxshi bo'ladi. Kim sizlar bilan bir ustalda tamoq yeb, bir uyning eshigidan kirib chiqadi ekan? Men sizlarni Yulduzning meni beqib olgan opam dadamning uyining turbisi yerilib ketib, uyga suv chiqib ketibdi. Bir qancha kun mushiyada turib tursa deganligi uchunla bu yerga kelishinglarga qo'shildim. Bunmi sizlarni ko'ra ko'zim yo'q deydi. Aras, Yulduz sizlarga demagan o'xshaydi. Sizlar bu bir qancha kunda bu dachida emas, balki dachining yenidagi otxonaning otboqarning uyida tursizlar. Otboqar yurtiga ketib qolgan. O kelib bo'g'icha uyinglarning turbisini o'ngshab bo'lasizlar. Nima? Biz o'sha tezak buraydigan maynat yerda turamdiq?